Toshkent yoshlarni sevadi shiori ostida yoshlar oyligi davom etmoqda. Mirobod tumanida o'tkazilayotgan sport musobaqalari ham aynan mana shu festival doirasida tashkil etilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu sport tadbirlarida 70 ga yaqin ishtirokchilar qatnashishi ko'zda tutilgan. Mirobod tumanida joylashgan 2-sonli bolalar o'smirlar sport maktabidamiz va hozirda ko'rib turganingizdek, hokim kubogi uchun 18-30 yoshli ayollar o'rtasida voleybol musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bu jarayonlar hali ham davom etmoqda. Ko'ramiz, kuzatamiz, g'oliblikni kim qo'lga kiritadi. Musobaqa Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi, Yashnobod hamda Chilonzor tumanlarida faoliyat olib boruvchi xodimlar o'rtasida bo'lib o'tdi. Hokim kubogi musobaqasida xalq ta'lim boshqarmasi jamoasi nomidan ishtirok etdim va bu musobaqada biz faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu musobaqada Yashnobod tumani ikkinchi o'rinni, Chilonzor tumanlari esa 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. Yashnobod tumani ham juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgani uchun ozgina bahs murosasi bo'ldi. Hokim kubogida biz Yashnobod tumanidan ishtirok etdik. Musobaqa juda qiziqarli bo'ldi. Voleybol musobaqasi aynan barcha jismoniy sifatlarni o'zida jam qiladi. Bu juda yaxshi sport turi. Men o'zi bir necha yildan beri voleybol bilan shug'ullanaman. Doim bunaqa musobaqalarda ishtirok etib turaman. Musobaqalar tashkil qilishadi, lekin bu musobaqa qandaydir dam olganimiz uchun, pandemiya sharoitidan endi chiqqanimiz uchun bizga rosa ruhiyatimizni ko'tardi. Jismoniy sifatimizga, ruhiyatimizga juda yaxshi ta'sir qildi. Eslatib o'tamiz, Yoshlar oyligi festivali texnologiya, ta'lim, sport hamda madaniyat yo'nalishlarida 29 noyabrga qadar davom etadi.